Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyati 1999-yil 4-oyda birinchi qatim nashr qilgan roman Sarson Ruh. Avtori Ahad Turdi. 2-qism. 1-bob. Tavabchilar. Davomi. 2. Hijriya Zulhijja oyining 8-kuni barliq haj qilguvchilar Minaga jam bo'ldi. Aslida Zumrat Ag'pa deb ataladigan bu soy Tur tig'ining etikidagi g'ilan jilg'a edi. Kishilar bu yerga rangarang chidir va oddiy challa baranglarni tiklab issiqdan panohlanatdi va shuning ostida etikobda o'ltirib Allohga duo tilovat qiladi. Ularning bu yerdagi muhim faoliyatlarining biri o'z vaqtida Muhammad payg'ambar mushu yerda ado qilgan peshin, digar, sham va xuttandan iborat 4 vaqtlik namozni vaqti qaralda o'qish, yomonlik, razillik, shumliqning simvoli bo'lgan shaytonga tosh etish edi. Bu chog'da hammalarning xiyoli tabiiy holda buningdan 10 necha asr burunqi ishlarga ketib qoladi. Rivoyat qilinishicha, u chog'da payg'ambar Ibrohim alayhisalom Allohning amriga amal qilib, Allohga bo'lgan samimiy sadoqatini bildirish uchun Amroq o'g'li Ismoilni qurbonlik qilish niyatida Minaga ilib kelgan. U yo'lda 7 qatim shaytonning ozdirishiga uchragan bo'lsa-mu, shaytonni keskinlik bilan qo'g'layotgan. Ibrohim alayhisalom o'g'lining bo'g'ziga pichoq surish uchun yuzini yerga bostirgan. Lekin shu chaqda yana Xudoning amri bilan Jibril alayhisalom bir ko'k qo'shqarni Ismoil alayhisalomning o'rniga qurbonlik qilishga ilib kelib, Allohning shafoatini yetkazgan. Mana shu ishlarni g'ilpal xiyoldan o'tkazgan kishilar ixtiyorsiz holda Qur'on Karimdagi sura Safotning munu oyatlarini o'qib, Ibrohim alayhisalomning haqqiga duo qilmay turolmaydi. Biz uningga: "Ey Ibrohim, iliqi tushni ishqa oshirding, ya'ni shunda buyurilganni bajo keltirding" deb nido qildik. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Bu haqiqatan ro'shan sinoqdir. Biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonlikni, ya'ni jannatdan chiqqan qo'shqarni berdik. Keyingilar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. Ibrohimga salom bo'lsin. Biz yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Chinqi tush bo'lganda o'tdek quyosh yer jahonni tonordek qizitishga boshladi. Atrofdagi tog'u toshlarmi o't purkaydigandek qizib ketgan edi. Chidir tikelmagan notivan kishilar g'ilang toshliq soyda oftobga qoqilinib, tinchi havoda hasiraydi. Ular ko'zlarini qisib osmondagi to'lqinsimon alangib turgan ajoyib g'aroyib nurlarga qarab, bu yurtning mushundoq cho'l va qaqos yoritilib qolganligidan ajablanadi. Bu yerda odam bilan qirishgandek quyoshmi nihoyatda asta harakatlanadi. Qaragan siri u go'yo bir joyga mixlanib qolgandek bosh ustida yilinjab turadi. U o'z musofasida hamisha qaqos tog'lar bilan giyohsiz cho'llarni besib o'tgachga ashundoq o'tliq va rahimsiz bo'lib ketgan edi. Kun issigan siri kishilarni tashnalik qiynaydi. Minada cho'ng bir ko'lchak bo'lib, ayni Zubayda o'stingining suyi jilg'a orqali shu ko'lchakka yiqib keladi. Bunda qaqasliqda paydo bo'lib qolgan bu tilsimat suv to'g'risidami har xil rivoyatlar bor edi. Ba'zilar Bag'dodning shohi Harun Rashid Iroqdagi Dajla va Ifrat daryolarining suyini yer osti yo'shirin yo'l bilan Makkaga ilib kelgan deydi. Yana ba'zilar bo'lsa Makkadagi suv qisliqini ko'rgan Harun Rashidning ayoli Zubayda Makkadan 30 kilometr yiroqlikdagi Qara tog'ning cho'nqur o'nkiridan suv yiqini tepib, uni toshlarning orasidan oqtirib Makkaga boshlab kelgan. Shunga bu suvni ayni Zubayda deydi deyishadi. Rivoyat mayli qandoq bo'lsa bo'lsin, hamisha shildirlab yiqib turadigan barakatlik bu suvning Makkaga kelganligi reallik edi. Bu suv makkaliklarga emas, balki hammaga shafqat, xushallik va rizq baxsh etdi.
Hatto har yili Sahroyi Kabirning g'arbidagi Afrikadan Ulug' okeanga tutishadigan Jungogacha bo'lgan oraliqdagi talay davlatlardan kelgan necha 10 ming haj tavof qilguvchilarning hayotlik manbasi bo'lib qoldi. Shuning uchun ular ko'lchakdagi suvning isib, ilmon bo'lib qolganligiga va har xil kamchanlarga qachlangan ozgina suvning oltin kumushga setiladiganligiga qaramay, bas bilan talishib ilib ichatdi. Atxon bilan Akbar bugun kech bo'lgacha 10 so'mlik bir tillaga suv ilib ichib bo'ldi. Dada, dedi Akbar pulga ichi og'rib, bir necha kamchan suv uchun bundoq pul xajlasak, keyin qanday qilamiz? Bir tilla degan oz pulmi? To'g'ri. Uning nazaridagi bir tilla oz pul emas edi. Agar yurtida bo'lgan bo'lsa, bundoq bir tillaga bir necha kamchan ilman suv emas, balki bir o'stan o'ynaqlab yiqib turgan muzdek suv kelgan bo'ladi. Lekin Atxonning suv uchun xajlagan puliga ichi og'rimagan edi. Shunga u o'g'liga tushundirib mundaq dedi: "O'g'lim, biz bu pullarni haj yo'lda xajlaymiz deb ilib kelgan. Ilmi yaxshi. Allohning himmati bilan mushunda qaqas tog' orasida suv bor ekan, bo'lmasa qanday qilatdiq? O'z zamonasida kelgan ota-bobolarimiz bu yerda ussizlik, tashnalikdan qurib jannati bo'lib ketgan. Xudoga shukri, bizning baxt ta'limiz bor ekan. Alloh o'zining inoyati, mehr shafqati bilan bu yerni sug'uribdi. Endi men ussimayman dada," dedi Akbar yanada o'z gapini ta'kidlab. "Ussammo chidayman." Atxon uning sabiy chiroyiga qarab, otiliq mehri bilan kulib qo'ydi va "Unda qilsang bo'lmaydi o'g'lim. Xudoga g'azab qilgan bo'lsan," dedi ogohlantirib. Kechki tiniq osmonga oy chiqdi. U yigona sayyohdek asta osmon gumbiziga qarab o'rilmoqda edi. Uning atrofida jimirlab turgan sanoqsiz yulduzlar go'yo uning bo'yniga esilgan la'al yoqutdek dona chaqnab turardi. Havoning kunduzgi tapti xili yongan tur tig'i ustidan kelgan mayin shamol o'z ishlari bilan haflashayotgan kishilarga birdamlik oromlik ilib kelgan edi. Ular kechki havoning zo'qidan texmo jonlanib, bu kechini o'z ilohiy va yaratquchisini xotiralash, uning haqida duo tilovat qilish, cho'ng kichik gunohlari uchun uningga tavba qilish va ulug' payg'ambarga salom berish bilan o'tkazishga boshladi. Xutdan namozi Minodagi Xavf masjidida tiqmoqlik ichida o'qildi. Namozdan keyin Atxon tavba istig'for etib masjidda qoldi. Akbar sirtqa chiqib masjidning yonidagi tosh supida dadasini kutib o'ltirdi. Uning atrofidagi bo'sh o'rin birdamda odamlar bilan to'ldi. Chiroydan qaysi millat ekanligini farq etgili bo'lmaydigan 4-5 odam uning yonida gira bo'lib parang'a tushdi. Ular sap arab tilida so'zlashyotdi. Ularning gaplari ixtiyorsiz holda Akbarning qulqiga kirib turdi. Bu gaplar yanada mushu zimin va mushu odamlarga taalluq bo'lgan madihiya, ta'sirat va olqishlar edi. Baytulloh bu ziminga Odam alayhissalom bilan billa arishdan tushirilgan ekan, dedi ovozdan qirsal ekanligi bilinib turgan birisi. Alloh taolo uningga bu uyimni sen ziminga billa ilib tushib ket va xuddi bu yerda taxtimni tavob qilgan o'xshash ziminda uni tavob qil debdikan. Shunga Baytulloh sharifning nurg'un mo'jizalari bor. Buning birisi Baytullohning muborak darvozasi ochilgan hamon Masjidil Haramning ichi odam dengizga aylanib ketadi. Bu yerda qanchalik odam borligini yaratquchi Allohdan bilak hech kim deb bera olmaydi. Biroq shuncha ko'p odam Baytullohning ichiga biraqla kirsimi, Baytulloh kichiklik qilmaydi. Uning yana bir mo'jizasi shuki, Makkada kaptar va boshqa uchar qushlar nihoyat ko'p bo'lsa-mu, ular Baytullohning o'gisiga hargiz qo'nmaydi. Hatto uchqanda uning ustini besibmi o'tmaydi. Diqqat bilan qargan odam shuni ko'rdiki, Masjidil Haramning osmonida parvoz qilayotgan kaptarlar Baytullohning ustiga kelay deganda uning ustini besib o'tmasdan darhol boshqa tarafga agib uchib ketadi. Bu odam so'zdan to'xtashi bilan bir nechadan
ulug' kichik tinib unlik ovozda nido qildi. Ya Rab, ya Allah, bendiga qiyin tuyulgan narsa egisiga oson. Aradan birsi ovozni amr ma'rufga keltirib mundaq dedi. Baytullahning bundaq sir hikmatlari ulug' payg'ambarimizga xos. Allah Taala uningdan boshqa odamga bundaq nusratni bergan emas. Shundoq, dedi yana birisi uni quvvatlab. Muhammad alayhisalom samodat mushtari yultuzi paydo bo'lganda tug'ilgan. Mushtari yultuzi saodat va shon sharafning namoyandasi. U tug'ilgan yili fathi, g'olibiyat yili, shundoqla xayri ihson, yaxshilik yili bo'lgan. Mana shuning bilan parang temisi tabiiy holda Muhammad payg'ambarning ustiga yetkeldi. Uning ismi har qitim ig'izga elinganda ular hayajonlanadi, faxrlanadi va ichida shivirlab uning haqqiga bir narsalarni deydi. Payg'ambarimiz tug'ilgan kechasi g'oyat zo'r bir nur parlab butun jahonni yo'rtib ekan. Osmon mo, zamin mo uning dunyoga ko'z etishiga taqozo bo'ptikan. Shundoq deb suhbatdeshining so'zini tasdiqladi birsi tamkin va ishonchli ovozda. Muhammad alayhisalomning dunyoga ko'z etishi Arab yerim oralida hidoyat quyoshi ko'tarilganligini jakarladi. Sizlar bilmamsizlar? Bizning ota-bobolarimiz jahiliyat davrida ya tirishchilik yo'q, ya chorvachilik yo'q. Mushu kuyuk otash zaminda yashab keldi. Ba'zilar chayon, suvariklarni oshnon o'rnida yedi. Ba'zilar to'gi yungni tosh bilan so'qib, yumshtib, uningga hayvonlarning qinini aralashtirib pishirib yedi. Bu texi yaxshi, mazalik tamoq hisoblandi. Keyin Xudo bizga Muhammad alayhisalomni avatib, islom dini bilan bizni o'yg'atdi. Butun arabni mushu din bilan ittifoqlashtirdi. Bu so'zlarni anglab Akbar andikkandek, saskangandek silkinib ketdi. U boyiqi so'zlarni xato anglab qoldimmi nima degan gumon bilan ko'nglida aslab baxtib. Yo'q, xato emas edi. Shu hamon uning ko'z oldida ochliq, yo'qsizlikdan yerginishlik chayon, suvaraklarni tutib yavatgan odamlarning ichinishli qiyofati gavdlangandek bo'ldi. Uning yumron, sabiy yurki odam taqdirining bundaq tangsiz, mudish qismatlarini o'z ichiga sig'dira olmadi. Bu gaplar go'yo uningga rivoyatdek, tushdek, bakmu g'alita va ayonchilik tuyulib ketdi. Lekin ko'pni ko'rgan uqumushliq, taqvodor bu arabning so'zi rost edi. Rostla emas, balki bu mushu nomrod, nodon yurtning qon yoshlik tarixi edi. Shunga biz Hazreti Muhammad alayhisalomni dunyoda yashagan va yashayotgan insonlarning eng ulug'i deymiz, deb so'zini davomlashtirdi yilqi odam. U 40 yoshga kirgan vaqtida uningga Alloh tarafidan payg'ambarlik vahiysi keldi. Shuning bilan g'aflatda qolgan insonlarga insonlikning ta'mini, insonlikning sharafini tetitadigan va qiyomatgacha o'chmaydigan hidoyat, ilm, irfon va madaniyat quyoshining nuri butun arab zaminini yo'ritdi. Men qodir Allohga tashakkur etaman, dedi yana bir arab hayajonli tin ilib. U haqiqatan bizga ulug' payg'ambar Muhammadni avatdi. Payg'ambarimiz dunyoga kelgan kuni kishilar arishdan men o'zimning sodiq elchimni ruhiy zaminga avatdim degan sadoni anglagan. Shu chaqda bulutlar ko'kni qoplagan, qushlar top-top bo'lib uchib chiqqan, farishtalar saf tartib jam bo'lgan. Hamma bu zotni parvishlashni o'zining burchi deb bilgan, ham o'zaro talashgan. Qushlar vichirlashib, o'zlarining har qanday joyning yel yemishlarini ilib keladiganligini, shunga bu zotni parvish qilishda nihoyat qulay sharoiti borligini aytgan. Shamolmo pichirlab o'z fikrini aytib, bu zotni parvish qilish burchi menga mansub. Chunki men har qaysi yoqdan larzan ham rohatlik havoni uchirib kelib, uning ko'nglini ochman degan. Yo'q, degan bulutlar talishib, bu zotni parvish qilishimiz kerak. Chunki biz uningga eng toza ham suzuk suv yetkazib beramiz. Talashish shu yerga kelganda ushtum-tot farishtalarning ovozi anglangan. Biz nima ish qilamiz? Bu chaqda erishdan bu zotni ruhiy zamindagi kishilarning qo'lidan tortib ilib olishga hargiz bo'lmaydi. Chunki uni emitgan amchak,
uni siligan qo'l, u turgan uy, u yotgan to'shak, qisqasi, uningga yor yo'lak bo'lgan hamma narsa baxtga sazovar degan qattiq ovoz anglanib, talash tortishni oxirlashtirgan. Kimdir birsi yaqinla yerdan mastona ovozda Akbarni chaqirdi. U cho'chib o'rnidan turib ketdi, chunki u butun as-yodi bilan parangning ichiga kirib ketgan edi. U anglagan sari qiziqib, hayajonlanib, yangi narsalardan xabardor bo'layotdi. Akbar bu chaqcha kitob o'qibmi, ustozlaridan dars olibmi, bunda hozirlanmagan edi. Chunki bu parang shundoq erkin, tabiiy ham ma'nilik edi. Agar dadisi chaqirmagan bo'lsa, u tong atqucha mushu yerda o'ltirishga rozi edi. Atsi Zulhajjining 9-kuni Arafat tig'ida qiyamda turish kuni edi. Haj qilg'uvchilar Minada Bamdod namozini o'qib bo'libla, Makkadan 25 kilometr yiroqlikdagi Arafat tig'iga qo'zg'aldi. Ba'zilar ot to'gan minib olgan, ba'zilar harva ma'pilarda edi. Lekin ko'p sondagi kishilar xuddi to'g'ani buzilgan suv kelkunidek davrab piyoda ketayotdi. Bir xil kiyim bilan bir yo'nalishga qarab harakat qilayotgan bu payoni yo'q odam eqini yiroqdan qargan kishilarga xuddi to'lqinlab, bo'shg'unlab kelayotgan oq dengizga o'xshash haybatlik ko'rinadi. Tushga yaqin bu xilvat timtas tog' bag'ri birdilla jonlanib, odam dengiziga, hayot qaynimiga aylanib ketdi. Arafat tuzlarniki nihoyatda keng ham qaqas say bo'lib, uning kun petish tarafida ancha egiz bo'lmagan rahmat teg'i, markazida Ibrohim alayhissalom soldirgan Namra masjidi bor edi. Haj qilg'uvchilar peshin namozini ana shu masjidda o'qib, ondan Hijriya 10-yili Muhammad payg'ambar vidolashish nutqi so'zlagan rahmat teg'iga chiqib, bu tabarruk yerda sukutda turadi. Shu chog'da go'yo bir ilohiy sado yangrab, kishilarning ruhiga bo'sib kirgandek, Muhammad payg'ambarning ayni vaqtdagi vidolashi so'zi ularning ko'ngil ikronida ayon bo'ladi. Arablar g'ayri arablardan hech qanday ustun emas. G'ayri arablarmi arablardan hech qanday ustun emas. Qora tanlik oq tanlikdan ustun turmaydi. Oq tanlikmi qora tanlikdan ustun turmaydi. Agar biror odam taqvodorlik bilan Allohga cho'qinadigan, u hurmatli cho'nglar qatorida bo'ladi. Har bir musulmon boshqa musulmonlarning qarindishi bo'ladi. Barliq musulmonlar o'zining qarindishi bo'ladi. O'z qullaringlarga g'amxo'rlik qilishinglar kerak. Shunda o'z qullaringlarni yaxshi kutishinglar kerak. Nima yeysanglar, shularga shuni yegizinglar. Ayollarga muloyim pozitsiyada bo'lishinglar kerak. Chunki ularning sizlar uchun majburiyatlari bo'lib, o'zlariga hech qanday ishlarni qila olmaydi. Men ayrilganimda sizlarga qoldirib qo'ydigan mirosim Allohning muqaddas kitobi. Kishilar shu daqiqada yana Muhammad payg'ambarning shu kuni 63 nafar qulni o'z qo'li bilan ozod qilib, qullarga qanday muomalada bo'lishning ulgisini yaratganligini yodiga ilishdi. Tavobchilar qo'shuni kun petib rahmat teg'i gugun qo'yniga kirishga boshlaganda Arafatdan ayrilib Muzdalifaga qarab qo'zg'aldi. Muzdalifa pakar kuyuk tog'lar bag'ridagi qum shig'illiq kangri say bo'lib, o'z vaqtida Muhammad payg'ambar bu yerda to'xtab namoz o'qib o'tgan. Shunga haj qilg'uvchilarmi bu yerda sham bilan xuftan namozni qo'shib o'qib, kechicha duo tilovat bilan tunab chiqishni o'zlariga udum qilgan edi. Atxon Muzdalifaga kelib, tuz va yumshoq bir yerni tepib o'rinlashdi. Texi bayla odam tugul uchar qushlarmi ko'rinmaydigan surlik, timtas bu makon birdilla jonlanib azim daryodek davolg'ushqa boshladi. Odamlarning qiyoqas cho'qan nola pig'onlari jimjit cho'l osmonida gurkirab, yana nalardindir aks sado bo'lib qaytib keladi. Taraf-tarafda pildirlab yenib ketgan sham chiroqlar ba'ayni yo'ltuzdek chaqnab zaminni besib olgan ig'ir qorong'ulikni yiroqlarga qo'g'layotgan edi. Atxon bilan Akbar atagandan biri aldirash yurib, qo'rsaqni unutib ketgan edi.
Açlıq və harğanlıq hazır ularni xili halsırtib qoyğan edi. Atxan yumşaq qum şığıl üstiga qo'l yog'i yepib silib, yenidiki og'zi bo'g'ishlangan mata xaltadan ikki parcha non, bir luqma surlangan to'g'u go'shi va ikki olmani elib, yog'liq ustiga qo'ydi. Akbarning haqiqatan qo'rsiq ochgan edi. Shunga u dadasining ijozatini kutmasdan bir parcha non bilan bir kesim to'g'u go'shini elib, qarasatib yeb ketdi. Akbar och ko'zlik bilan chaynamay yutqachqa, non giliga turib yiqiqlab qoldi. Atxan uningga miyiqida kulib qo'yib bo'yniga esib olgan suvdanni ilib uningga uzatdi va "Aldirmayya" dedi qoshlarini yimirib. "Ichingga madda qurti kirib olmagando? Qo'rsqom bag ichib ketdi dada" dedi Akbar suvdandagi suvni bir ikki o'tlab. "Biz paloqshib yurgani na vaqt?" Ata bola ikkisi qattiq quruq, yerim yarta bo'lsa-mu qo'rsqini g'amlab oldi. Shu tapda Akbarni toza uyqu bosdi. U yumshoq qum shig'il ustiga yonboshladi. Yerdan ko'tarilayotgan illiq harorat uning badaniga xuddi mehribon ona qo'lidek tegib, uni shundoq tatliq, rohatlik sezim qo'yniga oldi. Agar shu chog'da Atxon uni turishga undamagan bo'lsa, u allaqachon shirin va g'amsiz uyqu qo'yniga g'arq bo'lgan bo'ladi. "O'g'lim, bu yerda orom ilib uxlasimi bo'ladi", dedi Atxon chiroyli va ta'sirli gaplar bilan uni qo'zg'atib. "Lekin fursatni g'animat bilib, kechicha zikr tasbih qilib, Qur'on va nafl namoz o'qib chiqsa, texmo yaxshi bo'ladi. Ko'za cho'ng bo'lsa, suvni jiq olg'ili bo'lgandek, duo qancha ko'p bo'lsa, savob shuncha ko'p bo'ladi. Bu kecha ulug' kecha, bu makonmi ulug' makon. Shunga bu yerdagi masjidning atrofini Mash'aral Haram deb ataydi. Bu Allohga zikr tasbih, tova istig'for qiladigan joy. Bu kechini o'limalar shivi qadri ko'ringan kechidanmi afzal deb ta'riflaydi." Ata so'zini azaldan muqaddas bilib kelgan Akbar butun vujudini qapsab kelgan harg'inlik azobi bilan shirin uyquning mehrini yengib, asta o'rnidan turdi va dadasiga agishib Mash'aral Haram tarafga qarab mandi. Butun atrof yana shundoq qaynam tashqinliq va jiddiy harakatlar bilan davolg'ib gurkirab turadi. Taraf-tarafdan kelib birla e'tiqod uchun bu yerga to'plangan har xil chiroy, har xil til, har xil xarakter va har xil mijozdagi bu odamlar orasida hasad va havas, muhabbat va nafrat, mehr va g'azab, jaholat va diyonat, sadoqat va xiyonat o'xshashlar mavjud edi. 3. Ular qurbonlik qilib nazar berdi. Baytullohni aylanib tavof qildi. Mina va Arafatlarga chiqib, chin ixlosi va ehtiromini bildirdi. Nurliq shahar deb ataladigan Madinaga berib, dunyo bo'yicha tunji masjid, payg'ambar nomidagi Nabaviy masjidini tavof qildi va bu masjid ichidagi Riyodul Jannatda 2 rakat namoz o'qib, Rasulullohning haqqiga duo qildi. Ondan Jannatul Baqi qabristoniga kelib, payg'ambarning bola chaqalari va ayollari dafna qilingan bu tabarruk ziyoratgohni ziyorat qildi. Ular haj farzlarini ado qilish yo'lida ochliqqa, ussuzlikqa, yerib charchashqa chididi. To'xtamay hamdu sano aytib, qalblari quridi. Kecha kunduz istiqomat qilib, ranglari sarg'aydi. Lekin buning hisobiga ular ruhini paklashtirib, ixlosi, taqvodorligi bilan kuchaydi, nurlandi. Bugun haj tavafining eng oxirgi kuni edi. Haram masjidining ichi yana bir qitim odam dengiziga aylandi. Baytullohning atrofiga to'plangan 60 mingdan ortiq odam vidolashish tavofi qilish uchun davrab turadi. Hammasi Allohu akbar degan yangroq sado va yurak-yuraklaridan etilib chiqayotgan yig'azlar bilan Ka'bani davri qilib cho'rgilaydi. Hamdu sano aytadi. Shu turqida ular intayin adablik, yavaş, itoatman bo'lib, yurish turishlari xuddi ulug' Allohning huzuri oldida turgandek shundoq royish va taqvodor edi. Hozir ularning hammasida haji qabul bo'lib,
Goya onasidan yangi tug'ilgan bolaga o'xshash sabiylik, poklik tuyg'usi hukmron edi. O'g'lim, namozni obdan o'qib ol, dedi Atxon Akbarga nasihat qilib. Amdi bu yerdan ketish oldida turamiz. Haram sharifdagi bir vaqt namoz boshqa yerdagi 100 ming vaqt namozdan ulug'roq. Chunki yurtda ko'zimiz yetmaydigan qibla shu. Qiblaning o'ziga qarab namoz o'qib olsak, bu umrimizda unutilmas yodgor bo'lib qoladi. Bugun Atxon rastilla shunday qildi. Atiganda kichikkina nashta qilib olgan odam kechgacha tamoq yemay, pishsig'anda zamzam ichib, Baytullohni cho'rgilab yurdi. Bu yerdan ayrilishni o'ylasa, yuragi tortishgandek bo'lib, ko'ziga issiq yosh keladi. Shu turqida ruhiy samoga ko'tarilgan bu odamlar ko'zlarini yumib, ig'ir sukutda turib, Allohga ibodat qiladi. Allohning o'zlarini bu muqaddas zaminga chaqirib, haj tavob qilg'izganligidan so'ynatdi. Tashakkur aytadi. Shu topda o'zlarining Hoji Haram degan xosiyatlik nom bilan boshqalardan iymonda, e'tiqodda, hurmat va e'tiborda yuqori ekanliklaridan faxrlanadi, huzurlanadi. Zulhijja oyining 13-kunidan boshlab haj jiddiychiligi asta-asta pasaydi. Qaynam tashqinliqqa cho'mgan Makka shahrimi o'z aksiga qaytib cho'ldarashga boshladi. Birer oydan beri butun shaharda shakllangan qaynoq, ko'rkam, katta bozorlarmi orqa-orqadan taqilib, xaridorlari bilan billa qayoqlargadir g'oyib bo'lishga boshladi. Bu kunlarda Atxon bilan Akbarmu vatanga qaytishning taraddutiga tushdi. Lekin Atxonning yinidagi pul ko'p bo'lsa, Karachiga berilishga aran yetadi. Taifga bir chiqib kirmasak bo'lmaydi, balam, dedi Atxon bir kuni Akbarga. U yerda onaning Hamuqajim deydigan bir shiram tuqqini bor. Bu kishi 1935-yili Hindiston orqali bu yerga kelib o'ltiraqlashib qoptikan. Uning xat xaltalarini bergach, bir oz pul qarz olmasak, yurtga ketolmaymiz. Taif degan na u dada, so'radi Akbar tushunmay. Men mo bilmayman balam. Kishilarning aytishicha, ashu qora tog'ning ustidagi bir shahar ekan, dedi Atxon yiroqdagi bir tog' tarafni ishora qilib. U yerni bek chiroyli, salqin deydi, lekin u yerga udul kelgan odamni chiqarmaydi ekan. Yo'l xati lozim ekan. Men hozir shu yo'l xatining qo'yda yuryapman. Lekin Atxon Taifga chiqishning yo'l xatini topqicha oraliqda Makkani ansiz bir xabar qoplab ketdi. Shinjonning yo'li taqilibdi. U yerga Ozodlik armiya, kommunistik partiya deydigan odamlar kelib, hukmronlik qilib o'tibdi. Bu xabarning orqasidan yana xuddi ig'izdan ig'izga ko'tsa, yingnimu to'rikka aylandi degandek, chet elga chiqqanlar qaytib kelsa sotlanadi ekan, jazolanadi ekan deydigan quyruq cho'riguchilarmi bor edi. Nerdan chiqqanligini bilgili bo'lmaydigan bu shum xabar hash-pash degicha Makka Madinaning bulung pishqoqlargacha gurrida tarqab, kishilarni vahimaga silavatdi. Haj xushalliqi bilan ko'ngli echilib, jismi yangib, yurtqa yangi odam qiyofatida berishga tayyorlanayotgan bu odamlarning barliq planlari ostin ustin bo'lib, yuragidagi yurt sevgisini, sig'inishini va visol tashnaligini texmu kuchaytirdi. Bu xabarni anglagan Atxon 2-3 kungacha jimib shuklab ketdi. Chiroyidimi burunqi xushalliq va hayajonlarning iznasi qolmagan edi. U xuddi egiz va cho'nqur bir hangning leviga kelib qilib, ya oldiga, ya orqaga qaytolmay umidsizlikka tushgan odamdek ochiq va murakkab hissiyot ichida qolgan edi. Atxon bu yerda qilishni azaldan xiyolga keltirib boqmagan edi. Uning turmushi, o'tmishi va kelajagi yurtda edi. Yurtdan ayrilish Atxon uchun hayotdan ayrilish bilan barobar edi. Mubodo olim hadis bu yerda qilib qilish to'g'ri kelsa, qanday qilg'uluq? Uning hammadan bek beshini qaturgan masala mana shu edi. Atxon quruq qo'l bilan ikki jon odamning bu yerda tirikchilik qilib ketaolishiga ishonmaydi. Soda, pul, raqobat qaplagan bu shafqatsiz dunyoda
quruq qo'l hayot kechirish tas edi. Odam butun umrini xo'rlik, yo'qsizlik ichida azob bilan o'tkazishi turgan gap edi. U o'zini emas, Akbarni ko'proq o'ylaydi. Texi pishib yetilmagan pok, sabiy bir balaning bundaq kunlarga qilishni hargizmi xohlamaydi. Bu kunlarda Akbarning ahvoli dadasidan battar edi. U qaytish kunlarining tezroq kelishini to'rt ko'z bilan kutgan edi. Akbar yurtini, onasini, qon qarindoshlarini bak sig'ingan edi. Sig'inishdan har kuni tushida shularni ko'ratdi. U onasini har bir eslaganda ko'zlariga yosh kelib, yuragi para bo'lib ketadi. Chunki Akbar taki mushu safarga atlanuvchi bo'lgan oraliqda onasidan, uning tatliq hididan, illiq quchqidan, onalik mehri to'lgan otash bag'ridan bir daqiqami ayrilib boqmagan edi. Akbar onasini birdam ko'rmasa, xuddi bovoqlardek gungrab, uning hidini hidlab izlaydi. Quchqiga bosh qo'yib yig'naydi. Ana Akbarning xushalliqi, baxti va butun asli edi. Dada, dedi u bir kuni kechda ko'ziga liqqida yosh ilib. Rasululloh qaytolmay qolarmizmi? Men bak sig'inib ketdim. Dada, bak sig'indim. Atxonning ko'nglimi yerim bo'ldi. Lekin u tamkinlik bilan o'zini tutib olib, bolasiga tasalli berdi. Bendiga tas tuyulgan ish Allohga oson o'g'lim. Ko'nglingni yerim qilma. Har qanday vaqtda kelmakning ketmiki, bermakning almoqi bo'ladi. Biz qaytishning tayyorligini qilaveraylik. İsmail Hacı'nın deyişçe 10 neçə günün aldıda Pakistan'a ketkenler var iken, şulardan cezmen iniq cevap boludu. Bir neçə gün səvr qılıb turaylı, Xudayım yol beridi. Bir neçə gün ötüp ketdi. Bu günler Atxan bilen Akbarga şundaq uzaq, zerikishlik hem azaplıq tuyuldu. Kütüş içideki dilg'ulluq içideki ümit ve ümit içideki ensizlik ularning ko'ngil aramini bozib taqazza qilatdi. Ular kutgan kun oxiri yetib keldi. Xabar burunqidanmi qo'rqinchli ham rost edi. Pokistonga ketganlarning bir nechasi yo'lning taqalganligi sababidan qayta Makkaga yenib kelgan edi. Shuning bilan ularning ko'nglidagi eng oxirgi umidlarmi judun soqqan bahar chechkidek taraf-taraflarga to'zib ketdi. Go'zal va yoqimli tasavvur peticha qoldi. Rahimsiz reallik o'zining kutilmagan shafqatsizligini ko'rsatdi. Ah Xudo, nimanda qilasan? Bizga iching og'irmamdi? Bu zodi qandoq judolik? Akbarning qalbida ajoyib ochiq bir tuyg'u uyg'ondi. U beshini ko'tarib sharq tarafga qaradi, yuragi ezildi. Ayrilish, mangu ayrilish degan shumidi? deb o'yladi u hasrat bilan. Biz endi yurtga qaytalmamdiq. Anam bilan urug' tuqqan do'st birodarlarim bilan ko'rishalmamdiman. Bizning qarindoshlik rishtimiz endi mushu yerda uzilib, shuncha yiroqda hasratga, nadomatga ko'milib qolarmi? Ah Xudo, men qandoq bechora, bu zodi qandoq qismat? Akbarning ko'zlariga g'illada yosh keldi. Issiq yosh asta sirg'ib lavlarini namdidi. U qurg'an tili bilan lavlarini yalvidi. Yosh shunchalik achchiq va so'g'uq bilindi. Endi Akbarning hayoti mangu mushu otash zaminda baharsiz, yomg'ir yeshinsiz, tomuz sartanda o'tarmi? Birinchi bob tugadi.